Jeep Wrangler Rubicon'ni balkim siz ko'rmagan dop opsiya qilingan komplektatsiyasi. Dop opsiya deb ba'zilariga o'xshab ikkita jihozni o'zgartirishga emas, balkim avtomobil 90 gradusga o'zgarganini ko'rishingiz mumkin. Yana eng qizig'i, istalgan Jeep Wrangler oilasining avtomobillariga bu jihozlarni o'rnatish mumkin. U Rubicon, Wheels, Sahara, Sport umuman farqi yo'q. Masalan, ushbu avtomobil Rubicon bazasidan yig'ilganligi uchun haydovchilari usulinni, mnigorichashni, stabilizator bo'ladi balonlarda, blokirovka va avtomobilning yerdan balandligini ko'paytirish uchun qo'shimcha liftlar ham qo'shilgan bo'ladi. G'ildirak esa ekskluzivni 38 bo'ladi. Diski esa R20. Albatta, faqatgina maxsus buyurtma orqali O'zbekistonga yetib keladigan bu avtomobillarning narxi model va qo'shilgan opsiyaga qarab o'zgaradi. O'rtacha $60,000 dan bor yo'g'i $160,000 o'zgarishi mumkin. Albatta, Jeep Wrangler'larning 2026-yil modellari uchun allaqachon sotuvini ham boshlaganmiz. Agar sizga ham dunyo yuzini ko'rgan eng noodatiy avtomobillar qiziq bo'ladigan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling.